sohibqiron Amir Temur qariyb 14 yil davomida qamal qilgan qal'a haqida eshitganmisiz? Tarixga yuzlanish vaqti keldi, zero moziyga qarab ish ko'rish xayrlikdir. Naxchivondagi Elinje qal'asi Elinje vodiysi ustidagi tog' tizmasida joylashgan bo'lib, Amir Temur uchun Kavkazdagi eng qiyin nuqtalardan biriga aylandi. Uni egallashga birinchi urinish 1387-1388 yillarga to'g'ri keladi. O'shanda Amir Temur Jaloiriylarga qarshi Ozarbayjon va Armanistonga g'arbiy yurish qilgan edi. Elinje Sulton Ahmad Jaloirga tegishli bo'lib, unga boshpana va xazinalarni saqlash nuqtasi sifatida xizmat qilardi. Qal'a mudofaasiga turli yillarda uning odamlari, jumladan Tohir va Amir Oltun boshchilik qilishgan. Sohibqiron Amir Temur quyi istehkomlarni egallay olgan bo'lsa-da, yuqori qal'a mustahkam turib, qamal vaqti bilan juda cho'zilgan. Xususan qora qo'yunlilarning tez-tez uyushtirgan bosqinlari, qo'mondonlar almashinuvi va rahbarlik Temurning o'g'li Mironshohga o'tishi va hokazolar bunga sabab bo'lgan. 1390-yillarning oxiriga kelib, qal'a atrofida qattiq qamal o'rnatildi va ta'minot to'xtatildi. Gruzin otryadlari 1390-yillarning oxirida qamalni vaqtinchalik yumshatishga va odamlarning bir qismini olib chiqib ketishga erishdi. Bu esa Amir Temurning Gruziya va Shimoliy Armanistonga yangi vayronkor yurish qilishiga muhim sabab o'laroq xizmat qildi. Biroq Elinje qal'asi deyarli 14 yil davomida qamalga bardosh berdi va ocharchilikka duch kelibgina 1400-1401 yillarda taslim bo'ldi. Shunday qilib Elinje qal'asi Amir Temurni yaxshigina ter to'kishga va qayta unga qaytishga majbur qilgan qal'a sifatida xotiralarda saqlanib qoldi. Tarix yo'nalishidagi bilimlaringizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.